Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Davom etamiz yana uстановkalarda. Bugungi adresga olib kelgan mebellarimizni tamomlab bo'ldik. Bugungi adresimiz Samarqand, Juma tomondagi mahallalarning bittasiga olib kelganmiz. Yotoqxona, Chandir qishlog'i ekan. Yotoqxona to'plami. Endi qisqa qilib tushuntirib o'tishga harakat qilamiz. Mebelga keladigan bo'lsak, mebelimiz 100% rossiyskiy laminatdan yasalgan. Buni rangida tanlov bor. Trimodan boshlaydigan bo'lsak, trimosi 1.40, balandligi 1.90, 1.95 atrofida bo'ladi. Mana bu yerda svetiniklari bor variantda orqasida chiqarib qo'ydik. Simini klientimiz o'zi ulab olishadi. Bitta stolchasi, o'rtalarida polkalari bor variantda. Eshiklari 100% vakuumda. Xo'sh, aytib o'tganimizdek rangida tanlov bor, 20 xildan ziyod. Divanga keladigan bo'lsak, divan 210 ga 170 matras razmer. Mana matras $100 matras. 3 yil garantiyasi bo'ladi matrasda. Matras $100 matras aytib o'tganimizdek. Svetiniklari bor variantda, mana bunday. Tumbalari ham 100% vakuumda. Oyoq uchida sofalari bor. Mana bu ichki holat. Shkafga keladigan bo'lsak, shkafimiz razmeri 250, yonbosh razmeri 250. Mana bu kiyim sig'im razmeri 50 sm. Ruchkalarga e'tibor beramiz, ancha katta ishlangan, 100% temirdan. Mana bu tomon razmeri uzunroq bo'lgan kiyimlar uchun mo'ljallangan. Ichki holatda klient xohishi. Klient ichkini polkali qilib yasab beringsa, polkali qilib ham yasab bera olamiz. Oynalarga e'tibor beradigan bo'lsak, oynalarga mana bunday palaska tushirilgan. Z qismiga e'tibor beramiz, charxlangan. Bu ham nima deydi? Pulni narxda oshiradigan narsa bo'ladi. Ruchkalar bir o'zgacha, sababini teshib, ruchka qo'ymadik, sinish ehtimoli katta. Shuning uchun mana bu holatdagi ruchkalarni qo'yib berdik. Bu tomon o'rtalari polka hamda bitta sipchasi bor. Bu ham 100% vakuumda. Mana bu tomon razmeri kaltaroq bo'lgan kiyimlar uchun 2 ga bo'lingan. Custom razmerdagi kiyimlar uchun mo'ljallangan. Xo'sh, endi bizni adresni aytadigan bo'lsak, adres Jizzax shaharining o'zida. Siz mebelni to'g'ridan-to'g'ri ishlab chiqaruvchi sex orqali olgan bo'lasiz. Biz bilan bog'lanish uchun 95 226 0404 hamda shu raqamning o'ziga Telegram orqali ham bog'lanib aloqaga chiqishingiz mumkin. Mebel 150 km aytilgan narx ichida bo'ladi. Qolgan kilometrlar kelishilgan holda bo'ladi.